Hozir aytishadi, nimaga bizni bolalarimiz dinni bir yaxshi ko'radigan bo'lib o'smayapti? Nimaga yaxshi ko'rmaydi? Zo'r narsa-ku deydi. Lekin bolalarimiz telefonni yaxshi ko'radi. Bolalarimiz o'yinni yaxshi ko'radi. Televizorni, multfilmlarni yaxshi ko'radi. Buni sababi birodarlar juda ham oddiy. Sahobalar ham, xosatan Madinada ansorlar ham din bilan yashamagan edi. Ularda din yo'q edi. Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu kelib da'vat qildilar. Yoppasiga islomga kirishgan. Shu qabilani boshliqlari islomni qabul qilgandan keyin ular ham islomni qabul qilishdi. To'g'rimi? Xo'p. Endi bolalar ham o'sha o'zlari oldin qaysi dinda bo'lsa shunda bo'lganda, lekin bolalari kelajakda shunaqa bolalar bo'ldiki, butun dunyoni ustozlari bo'ldi. Hokimlari ham bo'ldi. Nimaga shunaqa bo'ldi desangiz, ansorlar qalbini tub-tubigacha, hayotini eng kichkina joyigacha islom bilan yashardi. Hayotini biror qismi islomdan xoli emas edi. Bolalar uni ko'rib o'sdimi? Islomni ko'rgan odam, islomni hayotda ko'rgan odam yaxshi ko'rmasligining iloji yo'q. Odamning tabiati islomning go'zalligiga unga birov aytmasa ham iqror bo'ladi. Ajoyib ekan deydi. Hozir kofirlar musulmonlar bir-biriga qilayotgan muomalasini ko'rib, masalan, birodarlarni ko'rib havas qilib qoladi-ku, ajoyib din ekan deydi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Agar ota-ona o'zi islomda yashaganida deydi, bolasi islomning go'zalligini ko'rib qolib, undan boshqa qiziq narsa bo'lmay qoladi. Hozir o'zi ham islom bilan yashamagandan keyin, uni ustiga haromni hamma vositalarni qo'liga berib qo'ygandan keyin nima bo'lsa endi bu bola nima kutadi endi? Bir ajoyib gaplarni gapirishadi-da, subhanalloh. Bunaqa qilmagin deydi, mana masalan, bolani bir narsadan qaytaradi. Qo'liga telefonni berib qo'ygan, qiladigan jihozni berib qo'ygan. Bu xuddi najasni ichiga tiqib qo'yib, "Ey, najas tegib ketyapti ustingga, najas tekkizma" degan odamga o'xshaydi. Hamma yog'i najas, o'shani ichiga o'raga solib qo'ygan, "Ana, ko'rdingmi, najas tekkizding" degan odamga o'xshaydi. Uni ichidan olish kerak uni. Buni oldin pok muhitga qo'yish kerak-da, keyin natija kutish kerak. O'zi tiqib qo'ygan joying shirkni oddiy hol deydigan, mushrik bo'lmasa ayblaydigan bir joy bo'lsa, masalan, u qanday qilib buni tavhidni yo'qligini xafa bo'lasan, o'zing olib borib bergan bo'lsang. Shuning uchun ham hozirgi kunda bolalarini dinidan chetlashtiradigan, dinini yomon ko'rdiradigan, unga qarshi kurashadigan qilib tarbiyalaydigan joylarga berayotgan ota-onalar Alloh huzurida shunaqa qattiq so'raladiki, vallohi bu so'rovdan o'ta olishmaydi. Vallohi ular haqida so'ralishadi. Vallohi ular haqida so'ralishadi. Hali o'ziga hokim bo'lmagan, nafsini hali idora qila olmaydigan, aqli to'lmagan, o'zi xohlab o'tdan keta olmaydigan bolani majburlab zulmga tiqqanligi uchun Alloh taolo uni xohlasa ham chiqa olmaydigan, emeklab chiqqanda urib qaytarib yuboradigan joylarga tiqib yuboradi. Alloh taolo saqlasin. Qarasin, qatga bolasini kimga berayotganligini, nimani o'rgatayotganligini. Chunki bular bizga berilgan omonatlar. Agar biz Robbimizni bizga ko'rsatgan yo'li bilan tarbiyani bersak, ular bizga ne'mat bo'ladi. Agar undan boshqasi bo'lsa, bizga niqma bo'ladi. Ertaga bizning boshimizda azob bo'ladi.